Stak servisimizda bugungi ish jarayonlarida Cobalt avtomashinasiga Stak Porsche miyasi o'rnatildi. Nordic Italianskiy reduktorlari va Real injektori. Bu Xitoyniki. Original italyanskiy shlankalar bilan o'rnatib berdik. Bu yangi 2026-yil yangilangan Cobalt. Motorlarda o'zgarishi, miyasi boshqacha, 12-sidan qo'shish mumkin. Salonda ham ancha o'zgarishlar bor. Bonni qora rangda. Multimedialari, gaz knopkasini joylashish holati.